Assalomu alaykum hurmatli Agrohouse mijozlari. Bugun 13-iyun kuni 2026-yil Toshkent viloyati Bekobod tumaniga keldik. Hozir Shokir akamni 15 sotixlik issiqxonalarga kelganmiz. Bu yerda Enzazadin kompaniyasini Black Pearl degan baqlajoni ekilgan. Shokir aka, biz Bekobodda Mallaboy degan hududdamiz, to'g'rimi? Albatta. Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Alhamdulillah, rahmat. Shokir aka, bu yerda Black Pearl ekilgan-a? Albatta. Black Pearlni urug'i qachon tashlangan ko'chat qilishga? Noyabr oyida tashlangan. Bu tayyor bo'lishi qaysi paytlarga to'g'ri kelgan? Ko'chatni yerga ekish sanasi? Yerga ekish fevralda 20sidan martda birinchi stogacha ekiladi. Martlarga ekiladi. Tushunarli. Mana siz necha yildan beri mana bilek ekasizda, necha yil taxminan esa olasizmi, necha yil ekayotganingizni? 5-6 yildan beri ekanmiz. 5-6 yillik dehqonsiz. Mana shu Black Pearlni birinchi mana necha ekasiz odatda? Orasi 40-45 atrofda. Orasi? Ko'chat orasi? Orasi, oralig'i. Mana kapelnida sug'orar ekansiz. Albatta. Sug'orishga qanaqa bu? Suv ko'p talab qiladimi yo ehtiyojga qarab berish kerakmi? Suvi baqlajon yaxshi ko'radi. Suv talab qiladi. Holatiga qarab suv beraverasiz. Demak, baqlajon suv yaxshi ko'radi. Albatta. Ko'p suvdan ham qolib ketish kerak emas. Buni oziqlantirishcha qanaqa bu ekkaningizda birinchi nima bergansiz o'zi? O'zi nima beriladi o'zi odatda umumiy Bekobodlik dehqonlar nima beradi baqlajonga? Birinchi navbatda 1340 Yevrosolistni oziqalari beriladi. Fosfori yuqori bo'lgan oziqalar. Fosfori yuqori 1340, 320 Yevrosolist kalsiylari, 318, 320 monofosfat. Juda yaxshi o'g'itlar berilar ekan-da, bo'lmasa ko'p o'g'itlar, misol, endi buni nimaga unday deyapman? Ko'pchilik dehqonlar qimmat deb ko'p o'g'itlarni bermaydi-da, lekin mana siz bir boshda ketyapsiz-ku, shu yerda bir azizlar dehqonlar, bizni kuzatayotgan yangi dehqonlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, 1340 deyaptilar. Nimaga 1340? Men endi o'zim o'g'itchi bo'lganim uchun bemalol aytishim mumkin. Fosfori yuqori bo'lgani uchun birinchi ekilganda ildiz yaxshi rivojlanishi uchun sizlar 1340 berasizlar. Rotor bilan qo'shib beramiz. Rotor ildiz dorisi bilan qo'shib berasiz. Basvalar kel bilan masalan siz ko'p kel bo'lasiz. Chiqarganda, ko'chat chiqarganda basvalar kelib chiqaradi. Bordan ham berasiz-da? Bor ham beriladi. Temir ko'p talab qiladi baqlajonga. Ana endi sekin-sekin o'sha qolib kelayotgandim sizni. 320 ni asosan meva tugish davrida bersangiz kerak, to'g'rimi? Ko'p berasiz. O'sha mevani yiriklashtirish uchun. Chunki u muvozanatlashgan, balanslashgan o'g'it deyiladi. Azot ham, fosfor ham, kaliy ham bir xil miqdorda, ya'ni 20% dan. O'shaning uchun bular 320 ni berishadi. Temirni nima uchun ko'p berasiz? Baqlajon bilek yaxshi ko'radi baqlajon temirni. Bor gullar gullashlarni yaxshi ko'radi. To'g'ri, to'g'ri. Temir baqlajon yaxshi ko'radi, sevadi. Kaliy ko'p talab qiladi. Kaliy ham ko'p berish kerak. Azizlar, men nimaga savol berib o'zim to'g'ri deb tasdiqlayapman, men sababini aytib ketay. O'zim o'g'itchi bo'lganim uchun hozir nazariyadagi ma'lumotlarni amaliyotga to'g'ri kelishini yana bir bor isbotlab ketyapmiz-da. Juda to'g'ri aytyapsiz Shokir aka. Bor o'zi gullashni nazorat qiladigan, gul to'kilmasligini, gul hosil qilishini, chang hosil qilishini, o'suv nuqtalarini yaxshi bo'lishini bor ta'minlab beradi. Demak, sizlar uni berasizlar. Bu to'g'ri. Kaliy bilan temir nimaga kerak? Mana shu blesk uchun, ya'ni yaltiroqlikni eng muhim elementi bu magniy bilan shu temir hisoblanadi. Shuning uchun berasiz. Kaliy endi hosildorligi yuqori bo'lishi uchun, erta sovuqda qiynalib qolmasligi uchun ko'p berasizlar. To'g'ri. Endi dorilashga o'tsak, qaysi kasalliklar ko'p bezovta qiladi sizlarni? Baqlajonni, mana shu blekni ham misol uchun. Kasallik shu o'rgimchakkani. Keyin bir-biriga misoldan yuqiydigan kasallik bo'lsa, ya'ni zamburug'lik kasallik. Zamburug' kasalliklari. O'shalarga ko'p tushishi mumkin, lekin sizlar yetarlicha masalan u kasallikni tushishdan oldin darrov ishlovni qilsalar kerak, to'g'rimi? Albatta. Endi ko'p qiynaydigan demak o'rgimchakkana bilan zamburug'lik kasallik. Albatta. Chunki bu agar ekilish payti mana hozir fevral, mart oyiga to'g'ri kelsa, haqiqatan ham erta bahorda ko'p yomg'ir yog'adi, zamburug'lik kasallik ko'p tushadi. To'g'rimi? Hasharot, namgarchilikda ko'payadi kasallik. Namda endi o'z-o'zidan to'ppa-to'g'ri o'rgimchakkanalar, zamburug'lik kasalliklar ko'payadi. Albatta. Lekin biz bilamiz, bir 10 yildan oshiq bo'ldi Black Pearl Bekobod bozorida, umuman O'zbekiston bozoridagi eng yaxshi baqlajonlardan bittasi hisoblanadi. Albatta. Siz yangi misol uchun baqlajon ekmoqchi bo'lgan odamga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta. Tavsiya qilasiz. Albatta. Azizlar, kadr ortida biz rasmlardan qo'yamiz, ko'rasizlar. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa, izohda qoldiringlar, biz sizlarga javob beramiz.
Shokir aka, ekiningizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Salomat bo'ling.